Assalomu alaykum gul shaydolari, gul ishqibozlari. Videolarimizni yana davom etamiz. Bugungi videoyimizni asosiy mavzusi Benjamin, Fix Benjamin. Lekin avval Fix Benjaminni tuproqlarini almashtiramiz, boshqa tuvaklarga ko'chiramiz. Lekin undan avvalgi videolarimda olingan gullarning natijasi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Chunki juda ko'pchilik qiziqadi. Avvalgi gulingiz nima bo'ldi? Oldingi videoda gulingiz o'sib ketdimi? Qanaqa o'syapti? Mana shunaqa qilsam bo'ladimi? Fetil qilsam bo'ladimi degan savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun avvalgi videodagi gullarda bir qismini ko'rsatib o'tib ketaman. Singonimlarni ko'rsatmadim, chunki singonimlar o'sib ketishi 100%, u juda nima bo'ladi? Inchiq emas, yaxshi o'sadigan gul. Shuning uchun asosan fitildagi gulim va Cyperus gulimni ko'rsatib o'tib ketmoqchi bo'ldim. Bu antiurium, mana fitilga ekilgan, gullari qaridi. Mana bularni qirqib olib tashlashimiz kerak. Qirqib olib tashlaymiz. Mana bu ham qaridi. Endi fitilda yaxshi o'syapti. Mana hech qanday nima bo'lgan yo'q. Barglarda dog'lar hosil bo'lib yoki qurishib yoki nimadir bo'lgan yo'q. Fitilda yaxshi o'sib yotibdi. Mana bitta barg chiqardi. Men buni o'zim nimada barg chiqarayotganda nima tezroq chiqsin deb nima qilib ko'rganda yulib oldim mana shu yerini. Barg chiqardi. Mana bu yerdan ham o'rtasidan barg chiqaryapti. Endi bu bargmi, gulmi, men bilmayman, chiqarsak bilamiz. Yaxshi o'sib yotibdi fitilda. Hech qanday injiqlik qilgan yo'q. Mana shunaqa bo'lib chiroyli bo'lib o'sib yotibdi. Menimcha yana bilmadim. Men fitilga ekkanimdan keyin уже barglari kattalashib, kattaroq gul bo'lib qoldi deb o'ylayapman. Mana shunaqa bo'lib fitilda yaxshi o'syapti. O'zi bu bitta edi. Chunki bir dona edi. Agar ikkita, uchta qilib bitta qilib ekilsa, undan ham battar nima deydi? Pishni bo'lib, chiroyli bo'lib o'sadi. Endi bu bitta bo'lgani uchun hozir mana shunaqa turibdi. Mana shu keyingisi mana bu nima edi? Stendapsus, mana. Stendapsus gulimiz mana shunaqa bo'lib fitilda rosa chiroyli o'syapti. Mana barglari tiniq. Mana shunaqa bo'lib shoxchalar chiqarib, mana yangi shoxlar, yangi chiqargan shoxlarda bular mana shunaqa bo'lib, mana yangi barglar chiqarib, yangi chiqargan barglari ham shunaqangi ranglari tiniq, chiroyli. Mana bargatnilari ham chiroyli, tiniq. Mana shunaqa bo'lib chiroyli bo'lib o'syapti. Demak, fitilimiz yoqdi. Stendapsuslarni ham fitilga eksa, mana shunaqa juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Fitilga ekkanda yaxshi tarafi suvni normasini ushlaysiz, o'zi kerak suvni ichaveradi. Bu birinchisi, ikkinchisi barglarning rangi chiroyli bo'ladi. Menga shunisi yoqadi. Juda ham chiroyli barglar chiqaradi. Mana shunaqa bo'lib chiroyli barglar chiqaradi. Mana shu tomoni bilan yoqadi. Mana kim agar qiziqsa, mana fitilga ekkanlarimiz nima bo'ldi deydigan bo'lsa, mana shu fitilga ekkanlarimiz, mana shu shoxchalari yangi chiqardi. Mana qirqib tashlaganman. Qirqib chirinkaga qo'yganim ham уже tomirlab yotibdi. Juda ham chiroyli tomir chiqargan. Mana shunaqa holatda turibdi. Mana bunisi esa Cyperus. Mana men sizlarga ko'rsatdim, Cyperus variegatni. Mana variegatnisi oldindan ko'rsatsa ko'rinadi, variegatnisi, lekin uzoqroqdan yaxshi ko'rinmayapti. Mana shunaqa variegatni Cyperus. Mana shunaqa qilib tagiga suv quyib qo'yasizlar, suvli idish qo'yasizlar deb ko'rsatdim avvalgi videoda. Mana hozir tagini ko'rsataman. Mana tomirlarni ko'rinyaptimi? Mana shunaqa suvga intilib, mana shunaqa oq tomirlar chiqarib, men bunga suv quyaman, bir pasda shimib oladi. Mana kecha quyuvdim, уже bugun shimib olgan. Mana shunaqa bo'lib, endi qarang, tagida qanaqa detkalar chiqaryapti. Shunaqangi baquvvat, shunaqangi chiroyli detkalar chiqaryapti. Mana variegatni, mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi variegatnisini. Mana. Demak, to'g'ri yo'nalishdamiz, gulni to'g'ri ekkanmiz, to'g'ri sug'oryapmiz. Mana shunaqa qilib natijasini ko'rsatay dedim. Ko'pchilik so'radi, unaqa qilib tagidan suv quysangiz, suvni shimib olaversa, chirib ketmaydimi deb. Yo'q, hamma gulda tabiat har xil. Qaysidir suvni yaxshi ko'radi, qaysidir suvni yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun
mana shunaqa qilib nima qilib oldik. Nima deydi? Siperusni chiroyli qilib o'stiryapmiz. Men hozir siperusni qanday ko'paytirishni ham ko'rsatib o'tib ketaman oxirida. Endi bugungi mavzumiz o'zi asosan mana bu qanday gul deydigan bo'lsangiz, mana bu Ficus Benjamin Irene degan. Barglari mana shunaqa nima bo'ladi? Jingalak bo'ladi. Kudrativiy deyiladi endi. Masalan, xlorofitumda ham kudrativiy sorti bor, jingalak bo'lib o'sadi. Mana shu Ficus Benjaminda ham xuddi mana shunaqa turi bor mana. Menga rosa ham yoqadi. Chiroyli. Mana. O'zi shunaqa bargi buralib turadi. Bu birinchi, ikkinchidan men birinchi bu Ficus Benjaminni olib o'stirishga qo'rqdim. Sal qo'rqmadim, ikkilandim, chunki Ficus Benjaminlar odatda injiqroq bo'ladi. Nima uchun? Namlik yetishmasa bargini to'kib yuboradi. Stressga tushsa bargini to'kib yuboradi. Lekin bu hech narsa qilmadi. Mana uyga olib kelganimdan keyin ham hech narsa qilmadi. Mana bunisini bir haftalar oldin olganman. Men bu ikkovini bir haftalar keyin olganman. Men bunisi uyimda bir hafta turgandan keyin mana yangi tuvakka ko'chirdim. Men bu o'zini tuvagi xuddi mana shunaqa edi. Mana shunaqa tuvakchada kelgan edi. Mana shu tuvakka ko'chirdim. Mana farqini ko'ryapsizlar. Bir hafta oldin ko'chirgan bo'lsam, buni kattaroq, chiroyliroq bo'lib turibdi. Men bularni hali ko'chirmadim. Sizlarga video qilib beraman deb. Men bunisini esa ko'chirib qo'yganman. Mana shunaqa qilib chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Ko'chirganimdan keyin ham hech narsa qilmadi, barglarini to'kmadi, injiqlik qilmadi, yaxshi o'sdi. Shuning uchun hozir men bu ikkovini ham ko'chiramiz yoki bo'lmasa bo'lib ekamiz. Chunki 3 tadan ekilgan bu. Men bu o'zimga qoladi. Men bularni stakanchalarga bo'lib ekamiz. Hozir mana gullarimizni ekib olamiz. Birinchi men buni ochamiz. Olib kelganimga bir hafta bo'ldi shekilli. Bir haftadan sal ochdimi, eslolmayman. Hozir men shuni ochib, bo'lib ekmoqchiman. Chunki men bunisini ekib ko'rdim. Hech narsa bo'lmadi, yaxshi o'sdi. Birinchi bo'lib ekishga qo'rqdim. Bo'lib eksam qanday bo'lar ekan, qurib qolmasmikan degan xayol bo'ldi. Lekin men buni birinchi tajriba qilib ko'rdim. Bo'lib ekmadim, boshqa tuvakka ko'chirdim, lekin hech narsa qilmadi. Yaxshi o'sib yotibdi. Shuning uchun buni bo'lib ekib ko'rmoqchi bo'ldim. Endi asosan nimaga ekilgan bu? Nima deymiz? Yumshoq kokosli chips hamda kara aralashtirib ekilgan. O'zi aslida Ficus Benjaminlarni parvarishiga keladigan bo'lsak, Ficus gullari eng yomon tarafi ko'p suv quyganda yoqtirmaydi. Telegram gruppamda juda ko'p savollar Ficus Benjamin va qora shahzoda hamda Ficus gullari haqida bo'ladi. Nima uchun? Birinchi xato katta tuvakka ekishadi. Tuvagi juda katta bo'ladi. Ko'p suv quyib yuboradi. Mana Ficusni tomirlarini ko'ryapsiz mana. Xuddi geranda tomirlariga o'xshab juda nozik mana. Ortiqcha suv quyib yuborsak bo'ldi, suvni ko'tara olmaydi Ficuslar. Darrov tomiri o'zgaradi. Natijada Ficus qotib turaveradi. Yo o'smaydi, yo qurimaydi, yillab qotib turaveradi. Shuning uchun keyin qotib qoldi, barglari so'liganga o'xshab qoldi, qurishib qoldi degan savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun Ficusni o'zi birinchi o'rin tuprog'i, rixli tuproqqa ekish kerak. Avaylab bo'lib olay, juda tomirini ham tutib tashlamaymiz. Rixli tuproqqa ekish kerak. Yana o'tda havo o'tkazuvchan, yumshoq bo'lishi kerak tuprog'i. Mana qarang qanaqa ekilgan. Mana bu machalka ekan. Mana machalkaga o'tkazib, bu Xitoydan kirib keladi bizga. Machalkada tomir orttirib olingan shekillida. Mana birinchi ochib ko'rishim. Mana. Oldingisini ham ochuvdim, lekin bunaqa juda tomirigacha ochmadim. Endi machalkani hozir hammasini olib tashlasam, nimani yulib olaman tomirini. Shuning uchun ozgina olamiz. Xuddi yurakchali machalkaga o'xshar ekan. Qoyil qolish kerak. Machalkada chunki namlik zo'r ushlanib turadi-ku. Shuni hisobiga machalkaga ekilganda tomir orttirib olinganda, mana. Mana shunday qilib 3ga bo'ldim. Endi buni nima qilaman? Kichkina mana bunaqa idishchalarga ekaman. Juda katta idishga ekmayman. Men o'zi Telegram gruppamda ham
har doim aytaman, kichikroq idishga eking, Fix'ni ham, Benjaminni ham deyman. Shuning uchun kichkina idishchaga ekamiz. Juda katta idish ham bo'lmaydi. Chunki tomirini ko'ryapsiz, juda nozik, kichkina Fix'larda tomiri. Kichkina idishga ekkanimizda suvni nazorat qila olamiz. Katta idishga eksak, suvni ko'p quyib yuboramiz. Mana har doimgidek gruntimiz. Universal tuproq bor ichida. Yana nima? Perlit, vermikulit. Dervesniy ugl bor. Mana shunaqa qilib o'rnatib olamiz. Fix Benjaminlar ko'proq bargidan suv ichishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun tagidan kamroq suv berish kerak. Nimasini chanqatib suv berish kerak-da. Tuproq to'la qurigandan keyin suv berish kerak. Bargidan ko'proq sprey qilish kerak. Bargidan qishki kunimi, yozdami, har kuni iloji boricha 2 mahal sprey qilish kerak. Shunda chiroyli o'sadi, yaxshi o'sadi. Agar bargidan sprey qilinmasa, barglari qurishib, xunuklashib, barglarni tashlab yuborish holatlari yuzaga keladi. Mana shunday qilib bitta ekib olamiz. Mana. Keyin Fix Benjaminlarda juda tez stressga tushadi. Juda tez. Havo o'zgarsa ham, joyini o'zgartirsangiz ham, u xonadan bu xonaga olsangiz ham, havo harorati o'zgarsa ham stressga tushaveradi. Shuning uchun har 15 kunda epin, sirkon, HP101 sepib turish kerak. Ana shunda yaxshi bo'lib, chiroyli bo'lib o'sadi. Ya'ni immunitet ko'tariladi. Men o'zim shonamda bitta Fix Benjamin bor, hozir uyga olib kelmadim. O'shani xuddi shunday parvarish qilaman. Fix Benjamin oddiy turi, varigatniy. Fix Benjamin bilasizlar, yashili ham bo'ladi. Shonamdagi varigatniysi, lekin juda chiroyli o'sgan shu paytgacha. Bu ham parvarishi xuddi shunday, o'zimizda Fix Benjaminda ekan. Men hozir hammasini ekib olay, 6 ovni ham, keyin yana sizlarga ko'rsataman. Mana hammasini chiroyli qilib ekib oldim stakanchalarga. Mana shunaqa qilib. Tagidan ozgina suv quydim. Juda ko'p suv quymayman, chunki hozir aytdim, Fixlar suvni yoqtirmaydi unchalik. Shuning uchun to'ldirib suv quymadim. Mana shu stakanchaga, mana shunday stakan bo'lsa, 3 qoshiq to'ldirib suv quysam yetadi. Mana shunaqa qilib 3 qoshiq suv quyaman. Mana bunisi tagi chanqab yotibdi. Mana. Sekin barmog'im bilan mayda qilib ko'rsam, mana bunday. Mana endi nam chiqyapti. Bunga endi suv quysam bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa qilib tuvakni ko'tarib ko'rganda ham yengil bo'lib qoladi. Mana shunaqa qilib suv quyish kerak. Ustma suv quygandan keyin barglarni to'kadi, stressga tushadi, tomiri chiriydi. Xullas gul rasvo bo'ladi. Kam suv quysangiz ham xuddi shunday. Shuning uchun suvning normasini ushlash kerak. Fix Benjaminlarga qanchalik ko'p sprey qilsangiz, har 15 kunda stressga qarshi nima sepib tursangiz, dori sepib tursangiz, keyin ozuqa berasiz. Men hozir endi bularni tagiga ozgina asmakot tashab qo'yaman. O'shani o'zi yetarli bo'ladi qish oyida. Agar shunday yaxshi tursa turaveradi. Agar sal barglarni so'latadigan bo'lsa, bir ikkita bargini to'kaydigan bo'lsa, darrov yarim teplichkaga olaman. Agar unaqa injiqlik qilmaydigan bo'lsa, turaveradi. Bu stakanlarda o'sha manberlardan oq tomirlari chiqarsa ko'rinib turadi. Shuning uchun menga mana shunaqa stakanlar ma'qul. Kim gul o'stirishga qiynalayotgan bo'lsa, meni Yashil burchak Telegram gruppam bor. O'sha gruppaga fikrlarda havolasini qoldiraman. O'sha orqali qo'shilib olsalaringiz, gullaringizni parvarish qilishda qo'limdan kelgancha yordam beraman. Rahmat.